hammaga do'stlar, hamma yaxshimi? Charchamayaptimi? Mana sizlar bilan bugun men Minecraft o'ynayman va bu yerda hajni quramiz. Kaba ham bo'ladi ichida. Mana qurib bo'ldim. Keyin hozir qurib olaylik, keyin ko'rsataman hammasini. Mod degan narsa ishlatganim yo'q, faqat hammasi o'zim mehnatim bilan qildim. Like bosib qo'yinglar, obuna bilan. Iltimos komment yozsanglar ham mayli. Shuncha qilgan mehnatimga bosmaysizlar. Iltimos bosib ketinglar. Qani. Mana. Tezroq. Ketagina qoldi. Buni qurish ham juda oson bo'lmadi. Juda qiyin bo'ldi. Hozir salgina qolgan payt, qurishga bitta oz qolgan payt videoni yoqdim. Tezroq. Juda zo'r, menimcha o'xshadi. Komment yozib ketinglar, o'xshadi yoki o'xshamadi. Ramazon oyi savob qilsin. Ramazon oyida yana qurgim keldi, quryapman. Minecraft uncha keragi yo'q, prosta o'tkazib oldim. Mana shuni yopamiz va ko'rsatamiz. Menga yoqdi, sizlarga yoqdimi, yoqmadimi bilmadim. Kommentga yozib ketinglar, yoqdimi, yoqmadimi. Mana yaxshi chiqibdimi? Kommentga yozinglar, yaxshi chiqqan bo'lsa, like bosinglar. Nima deysizlar? Mana bu yerda yana shunday oq boqil masjidlar, uylar, chiroyli uylar bo'ladi-yu, anlar shu hajini oldilarda o'sha mana shu yerlarda, mana bu yerlarda uylar bo'ladi-yu, borganlar yashaydi. O'shanday qilib uylar quraymi, nima deysizlar? Komment yozinglar. Qo'limdan kelgancha mana qildim. Men ham yoqamsa bitta obuna bo'lib qolinglar. Mayli, sog' bo'lsin hamma sog' bo'lsin. Ro'zalar bilan charchamanglar.